Assalomu alaykum. Mana AMK kirpishni yopishtirishni qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz. Mana kilayimiz mana bu shaklda bo'lishi kerak. Kimdir seri, kimdir oq kafenli kile ishlatadi. Asosan oq kafenli kile ishlatadi bu narsalarga. To'p bo'lmaslik kerak. Kilayimiz mana shunchalik darajada mana suyuq bo'lsa, ishlashga ham oson bo'ladi. Devorimiz shilaka blok, pena blok, shuvoqlar, shu kafennikilik qayerga yopishsa, ashi yerga yopishtirib ketilaveradi bu narsani. Biz hozir mana shu shakldagi mana shilaka blokka mana yopishtiramiz hozir mana qo'limizdan kelganicha. Mana bu AMK kirpich bo'ladi. Mana bitta listi 0.9225. Mana. Buni acha chiziqqa qo'yib mana. Qo'ygandan keyin katta shpatella mana buni birinchi o'tlaymiz. Bosib o'tiladi. Bosib o'tilganda mana shoflar ham ma'lumotlar to'ladi. Bosib o'tish kerak, ichida havo qolmaslik kerak. Bu joyda havo qolsa, plyonkani sug'urganda mana tagidagi mramor kroshkalar yulib chiqaveradi. Havo qolmaslik kerak. Mana shu yerda ustani mahorati shu yerda bo'ladi. Kimdir oq kafenli kelay aytayotganimizda, kimdir bu seri kafenli kelayda mana shu tarzda yopishtiriladi. To'liq 3 sutkadan keyin ustidagi salafanni ko'chiriladi. 3 kundan keyin, 3 sutkadan keyin salafanni ko'chirib, unisini ham ko'rsatamiz. 2000 years later. Do'stlar, mana 3 sutkadan keyin salafanni ko'chiramiz. Shu tagida havo qolmasligi kerak. Zatirkasi yupqa bo'lsa, mana g'ishchalardan qovib olish oson bo'ladi. Bemalol keyin osonlik bilan nima qilinsa bo'laveradi. Keyin mana kafenli kilayimizni ham nimasi rasxoti pastroq bo'ladi mana. AMKning chiqishi mana bunday bo'lib, mana glyansiy bo'lib chiqaveradi. Havo qolmasligi kerak. Havo qolmasa, mana salafanni mana shu ko'chirganda mana shunday bo'lib chiqaveradi. Havo qolsa, mana yulib chiqadi salafan. Mana shu ustani xatosi shu bo'ladi. Mana avtoda ko'chirilayotganda buni ustidan mana bu yerdan 2 marta valida jo'n suvda yurib olsa, mana u yana ham ko'nniydi. Ko'nib osonlik bilan yana mana salafanni tovoqqa qo'yaveradi. Bemalol mana. Mana glyansiy yana chiroyli bo'lib chiqaveradi. Buni yopishtirganda shu ustamiz katta shpatilda ustidan mahkam yaxshilab o'tsa, hech qanaqa havo qolmaydi. Mustahkam. Buni umri mana shu kafetkilarga bog'lagan. Devordan kafetkilarga qachon ko'chib ketadi, keyin birga chiqadi. Mana shu shaklda mana chiqaveradi. Mana usti glyansiy hech qanaqa lak va boshqa narsa surtilmaydi. Shu shaklda mana nimasi bo'laveradi. Mana yo'qmasa, mana bunday qilib suvlansa, mana g'ishlarni ayniqsa aptoda mana g'ishlarni mana qirg'oqlari ham mana suvda mana kafetkilik erib mana ko'nniydi. Qaytadan nima qilish kerakligini. Keyin mana shuni mana qilib mana ko'chirib olinaveradi. Mana endi qurib yana o'zi boyagidek nima bo'lib qolaveradi. Mana shunday yaltillab o'zi mo'la. Endi hozir biz buni videoga olish uchun nima qildik? Bular qurigandan keyin tushib ketaveradi. Suvlash kerak bo'lsa, salafanni ko'chirishdan oldin suvlab,
keyin shu tepadan tushilaveradi pastga, mana sekin chiroyli bo'lib kelaveradi. Mana bunday bo'lib, mana. Shunday bo'lib chiqaveradi.